Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Rahimsher Nabijonov va Uzbek Trading. Bugun men sizlarga mana shu avgust oyida, o'tgan yili avgust oyida hali bir yil bo'lmadi. 5-o'quv gruppadan chiqqan shogirdlarning harakatlarini va ularning inisiativalarini ko'rsatmoqchiman. Tak, bu yerda nimani ko'rsatmoqchiman asosan? Xullas, menda bir 20 ga yaqin ishlab berish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan strategiyalar bor. Bulardan eng kuchlilaridan bittasi va ishlab berish foizi juda baland bo'lgan strategiya bo'yicha statistikasini olib chiqishdi. Bular undan tashqari barcha men o'rgatgan ana shu darsliklardan foydalangan holatda hammasini backtest qilib, 1 soatlik, 15 minutlik, 5 minutliklarda ishlab, o'zlari ham amin bo'lishdiki, что mani yo'nalishimdagi mana shu switchnoy formatsiyada yoki struktura bo'yicha Fibonacci bilan birga ishlashlikda juda ham ishlab berish koeffitsiyenti yuqoriligini ko'rishdi. Xo'p, shulardan bittasini, faqat bittasi bilan ishlanganda mana shu statistikani nima qilib, mana misol uchun bu qaysi time frame ekan? M5 time frame'ida, ya'ni $300 bilan kiralanganda oxirida qancha bo'lyapti? $50,000 olib borilingan. Mana bu qizillar stop olgan holatlari, qolganlari take profitlar. Har bir time frame bo'yicha qilishgan va ularga maslahat berdim. O'zim ham amalda isbotlab, $300 dan 2 kun ichida 5 minutlik time frame'da faqat shu strategiyani o'zi bilan ishlab $8,000 dan oshiqroq pul qilgandim. Shundan ular ruhlanib, "Davay biz ham qilamiz" deyishdi va copy trading jamoaviy bo'lib copy tradingni amalga oshirishdi. Natija hozircha yaxshi va men copy tradingda minimal depozit $100 bo'lganligi uchun birinchi navbatda o'sha $100 dan boshlab, qachon 300 ga chiqadi, shunda bo'lib olib ishlaysizlar deb maslahat bergandim. Buni boshlashdi. Hozir o'shaning natijasini sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Tak. Video. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ustoz, sizga bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lib, videoga olyapman. Anaroq gruppa bilan kelishilgan holatda. Ustoz, mana RoboForexdan biz copy trading boshlaganmiz. Xo'p, mana copy tradingdagi nomimiz Butterfly 07. RoboForexda istasa chiqadi. Mana boshida 12 ta odam edi, hozir mana 21 ta odam bo'libdi. 21 ta odam bo'libdi copy tradingda. Hammasi boshida $100 dan depozit qilishgan. Hozir mana 2 hafta ichida har bitta odam $141 foydadan даже bular yetishib olgan ham balansini $100 dan yechilgan. Xo'p ustoz, buni men sizga batafsil ko'rsatmoqchiman. Mana copy trading shotimiz RoboForexda real shot, mana faqat centavida bu. 12-yanvar kuni boshlaganmiz. Ustoz, mana bugun xudo xolasa 27 ekan. Boshlaganimizdan boshlab bitta statistikasini sizga ko'rsatib bermoqchiman. Mana o'zi belgilab ham qo'yibman. 12 dan 13 gacha deb. Mana o'sha kun ichida 2317. Endi ustoz, bu yerda mana boshidan boshlab ko'rsataman. Mana stelkalar ochilyapti. Minus ham bor ustoz. Minuslar ham bor. Asosiy natija kunlik birortasi minusda yopilmagan. Endi mana kunlik qilib ham ko'rsatib beray. 15 ga o'tay mana. 14-15 mana. Mana bu ham hop. Mana ustoz, endi haftalik qilib bitta ko'rsatib beraman sizga. 12 dan mana 18 gacha desak ham, mana haftaligimiz ustoz. Haftaligimiz ham yomon natija emas. Endi keyingi haftaga o'taman. Mana keyingi haftamiz, mana yechilgan pul 10,000 ko'rsatyapti. Mana 21-kuni yechuvdikmikin biz. Solingan $100 shotda yechilgan.
Mana ustoz, mana. 21-kuni pul solingan depozit yechilyapti. Bo'ldi, qolgani mana уже ketyapti, yana davom etyapti. Mana kechagi va bugungi natijani ham ko'rsataman. Mana ustoz, уже kechagi va bugungi natijalar desak ham. Endi bular hammasi ustoz siz bergan bilimlaringiz bilan hammasi Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu gruppamizdagi ustoz mana analizlar har daqiqada tashalib, muhokama qilinib, gruppa bilan kelishilgan holatda ochiladi ustoz. Mana hozir ham tashalindi, mana hozir tashalinyapti ekan. Endi bulardan kim desak, mana shogirdlaringiz ustoz. Rahmat sizdan kattakon ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa buni buyog'i zo'r natijalarni ko'rsatamiz. Hop, shu holat bilan mana boshlashdi. Tak. O'sha gruppada endi sizlarga aytmoqchi bo'lganim, kimda kim qiziqadigan bo'lsa, mana shu nima bo'yicha copy tradingga ulanib, biz bilan birga hamkorlikda ishlaydigan bo'lsa, shartlari sodda, mana shu RoboForexdan biz silkadan o'tiriladi. Bunga sabab mana shu sizga tushadigan qilingan foydada mana bu yerda endi copy tradingda o'zini sharti bor. 5% yoki 50% holatlari bordi. Biz eng kichkinasini qo'yganmiz. Copy trading nima uchun? Bir-birlari bilan bitta odam сделка ochadi, qolganlar analiz qilib, misol uchun birgalikda bo'ladi. Hammani alohida shoti bo'lmaydi. Mana hozir sizlarga Butterfly mana shu shogirdni akkaunti birga ishlashayotgan. Hozirgi paytda общий holati 182% ko'tarilgan va balanslari hozir bu $143 misol uchun sof foydani o'ziga risk qilishyapti. Vложить qilingan, depozit qilingan pullar chiqib olingan. Mana bu grafikda statistikani o'sishiga e'tibor beringlar. Hech qanaqa pastga kuchli prosatka yo'q. Qolgan treyderlarda agar ko'radigan bo'lsanglar, misol uchun mana copy tradingda olaylik, ko'pchiligida mana bunaqangi nimalari bor. Pastga tushib ketgan, qizarib ketgan nimasi. Misol uchun bu katta prosatkani bildiradi. Umuman даже slivga yaqin holatlar. Bizda bozorda unaqa holat yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram lichkamga tashlashini yozishingizni yoki gruppada mana o'shanba oddiy kunlari, yakshanba kunlari to'liq ma'lumotlarni beraman. Maqsad nima? Maqsad mana shu gruppadagi mana shu statistika bo'yicha ishlashlik, bitta strategiya bo'yicha va depozitda kichkina puldan katta pul qilishlik maqsad. Shu bo'yicha ketilinyapti. Yaqin o'rtada endi bilinadi, Alloh nasib qilsa nima bo'ladi, natijasini ko'rishimiz kerak. Men aralashganim yo'q, ularni o'zlari ochyapti. Hozir mana misol uchun sizlarga shu ko'rsatib o'tgandim, men ham ulangan edim bunga. Tak, hech qanaqangi demo shot emas. Mana hozir misol uchun hibrid period 12-yanvardan boshlaydigan bo'lsa, boshlangan holati mana bunda ham har kun bir kunimiz foyda bilan yopilyapti deganini ko'rsatyapman. Mana 13 ko'rsatdim, bu 14, bu 15, bu 16-kuni, bu 17 shanba, 19, 20, 21, 22-chislo va xursand bo'lganim, misol uchun har bir kun plyusda yopilinyapti. Demak, bular mana shunaqa qilib kattaroq shotlarni ham stabil olib ketishlari mumkin. Xo'p, ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziqsanglar, men mana shu ukamizni ham lichkasini tashlab qo'yib qo'yaman opisaniyada Telegram lichkam ham bor, Telegram gruppamiz ham bor. Shu gruppaga kirsanglar, qoidalarini nima qilish kerak, qanaqa ochilish kerak va qanday qilib, misol uchun mana shu 200-300 yoki dollardan qisqa vaqt ichida, 1-2 oy ichida 10-15 ming dollar qilish mumkin. Bu bor narsa. Misol uchun sliv bo'lish ehtimoli juda kam.
juda kam, 80-90% kam. Buni yo'nalishlar, buni strategiyalarni men aytolmayman. Qaysi strategiya bilan ishlashimizni shu bolalar komandaviy bo'lib ishlashadi. Sizlar ularga qo'shilib olishinglar mumkin bo'ladi. Copy trading orqali. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.